Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni sizi bizga tayinlagan so'zlaridan gapirib o'tgan bo'lamiz. Muaviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar: birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing. Üçüncüsü hech qachon